Ha. Yangi bolalar bıraktım. Ömürler karayla katta kelganmi? Aşağıda böyle. Ben böyle olur da. Gene alacak. Alhamdulillah. Qaramli hasanat qo'ygan juda xursand bo'ldik. Endi Xudo xolasa mana shu mahallani, ota-onalarni shu yurtni qo'llovi bilan mana shunchalik qildik maktabni. Haligi bu yerda maktab shunday ko'rsangiz, bu yerda eski narsalarni o'zi yo'q. Eski faqat maktab direktori bo'lgan. Qolgan hamma narsa yangi bo'ldi. Elektron doskalarimiz hammasi internetga ulanadi. Nimadan, YouTubedan, boshqadan doskalarimiz xuddi shunaqa. Xolasa mana shu yerda yozsa ham bo'laveradi bunga. Qilib doska qilib foydalansa bo'ladi. Bundan ko'rgazmali qurol qilib foydalansa bo'ladi. Internetdan elektron doskadan foydalanamiz. Endi o'qituvchi endi oldingida qo'lim el bo'lmaydi. Xudo xolasa o'qituvchi endi markabdan foydalanadi. Endi o'qituvchini qo'li mer bo'lib nima bo'lmaydi, postlari olib ketadi. O'qituvchini ishlashiga ham, o'quvchini o'qishiga ham mana ming rahmat mahallamizga, ota-onalarga, qoluvchi kollektivga, mana shu hamma shu atrofdagi hammaga rahmat. Endi o'qiyman deganga sharoit hammasi 100% bo'ldi. Endi hozir bu yerda ko'pchilik eski davrda nimada ishlab chiqib ketgan haligi xonalar qorong'i, boshqa shunaqa sharoitlar bo'lmagan. Xudo xolasa endi yoshlarimizga kelajak endi faqat o'qiganniki bo'lyapti-da, shuning uchun harakat qilyapmiz. Endi o'qituvchilarga ham qattiq tayyorlayapmiz, nazorat qilyapmiz. 20 ta kameramiz bor. Shunday turibdi hozir. Hali ulgurmadik. 20 ta kameramiz bor. 14 ta xonamiz bor. O'zi 6 ta xona oltiga qo'yilgan. 26 ta kamera bo'ladi. Har bitta xonaga kamera o'rnatamiz. Endi u kamera mahallaning kompyuter raisining qo'lida bo'ladi onlayn. Ota-onalar qo'mitasining raisida bo'ladi. Ko'rib turadi, darslarni telefonida ko'rib turadi. Agar ota-onadan e'tiroz bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Bemalol men bo'lmasam raisga, rais bo'lmasa zavi zamdirkirda qo'lida bo'ladi. Shu turgan joyda bu darsni kuzatish imkoniyatini qilamiz. Xudo xolasa. Qanaqa taklif bo'lsa, qanaqa e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, hammasini to'g'ridan-to'g'ri isboti bilan bo'ladi, hammasi. Shunaqa sharoitlar yaratyapmiz. Yani bu bitta xonamiz ko'ryapsiz. Kutubxonamiz mana, kutubxonamizga ham hamma jihozlarimiz yangi. Bu yerda hozir kompyuter xonalarimizni ko'rsatamiz. Bu yerda 30 ta yangi kompyuter qator turibdi. Har bitta bolaga bittadan, endi ikkita bola bittasida o'tirib qolishmaydi. Hammasi shunaqa bo'ladi. Qani endi vaqtdan bo'lsa siz mana hozir xizmat qilyapsiz, boshqa bilyapsiz. Biz maktablarga chiqmayapti, boshqa qiladi. Biroz o'qituvchilarga boshqa atsa, masallarda bir nima qilib ishlaydi, siz ham bir fikrlamasdan.
o'qituvchilar to'g'rilar bo'lyapti. Qandaydir otalardan bo'lyapti, o'qitmaydigan gap bo'lyapti, o'quvchilardan bo'lyapti. Ular shuncha mehnat qilib boshqa qilmaganda minus so'm bo'lish kerak endi. To'g'ri. Endi kimdir nima chiqish kerak, o'qish kerak bo'ladi. Orqalar eshitib bizdan o'qishi kelmayapti, deyapti, minus so'm deyaptilar. Asabdagi gapingiz to'g'ri. Endi bunga ota-onalar ham bular bilan birga ishlash kerak. Ishlash kerak. Ha, to'g'ri. Birinchi tarbiya Ham birinchi o'rinda sabab. Hoji aka, birinchi tarbiya bo'lsa, keyin ta'lim. Sharoit ko'rib oldinglar. Naroqqa chiqamiz ekan, ishlardan. Nima, Akram ekan. Bilasizmi? Havaning yo'q, ertaga namozni olib Вот gap bu. Şimdi hafızan sizlere karakolu başlayalım. Bunu be. O şagirlerden çağırıyor şagir. O kendilere sıra kapatıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz sıra olayım. Orada qara. Choyxona. Nega solib turib? Ha, chinida beramiz. Chinida beringlar. Yo'q. Davlat tashkiloti yo'q. To'g'ri, Sharxon olib keldi. Hadi bismillahirrohmanirrohim. Qani yoshlar olib kelinglar, nimalarda? Chinida. Yoshlar so'li. Bering, Olur, olur. Suvni to'kib olinglar, ama suv bor ekan.
Sağlarını ötlerlerice, umidvarlarıca, heş akrabalarıca, Esselam Muhammed Maşlar sahibine rahmet kılın. Halil sallallahu aleyhi ve sellem'de fayzi bereket kılın. Dağlarlarını ziyade kılın. Ahir zaman bütün bizlerden sen. Bunlar sen Allah'ım yaxşılıkka, Allah Teala'da birarlar yaxşılık so'rashlikka qilingan ishlar. Ana shu yerda men o'qigan farzandlarimiz ham kelajakda olim ulamolardan bo'lsin, parvarda ilmlilardan bo'lsin, elga, yurtga, mahallaga va ota-onalarga xizmat qiladi, aql o'qishlik farzandlarni tarbiyalasin. Bularni tarbiyalab, voyatsiz orzuasini ham ko'rsatmaydi Rabbimiz. Alloh taolo hammamizga imkonlar bersin. Aql edsin Alloh. Rahmatga ya Xizmat qilganlar bor. Qurilishlarda mablag' sarflaganlar bor. OPM byudjetda mana eski raisimiz, yangi raisimiz, qolaversa mashhurkamiz mahallaga rosa kuyib pishib yoqishdi. Mana shu loyihalarni ham hammasi shu boladan chiqqan. Direktorimiz mana ukamiz, qolgan o'qituvchilar, qo'yinglar kimdir puli bilan, kimdir kuchi bilan hamma ihson qilganlarga shularga bir duo qiling. Parvardigor avvalo bu qilingan barcha xizmatlarni kimdir moli bilan, kimdir joni bilan, kimdir shirin so'zi bilan hammasini o'zing bilib ko'rib turguchi zotsan Parvardigor. Hammasining o'zingni dargohingda qabul bo'lgan amallarda qatorida qilgin. Sadaqai joriyalarda qatorida qilgin Parvardigor. Allohumma ihdina ila ma fihi salahuna va khayriyatuna fid-din va dunya val akhirah. Bu akalarimizni Parvardigor hammasini qalbida o'ylagan maqsadlari bor Parvardigor. O'zing bilib ko'rib turguchi zotsan Parvardigor. Bular tarafidan o'tganlarni ham Parvardigor o'zing yotgan joylarini jannat bog'chalaringdan qilgin. Vujudlariga sababchi bo'lgan ota-onalarini ham Parvardigor borlarini, umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilgin. O'tganlarni o'zing rahmat va mag'firat qilgin. Alloh. Rahmat. Bazıları hak vereceğiz. Selamat mı? Oğul kızlar. Evere kevere. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bale. Televizyonda ko'rsatgan bunaqani. Bir qaraysan? Selamat. Nimada? 15 haftada ishlayaptimi? Ha. Rahbar rahbar haligi 25 ta mirolim dillamizda bir kun aytdi. Shu bizni yo'qlabdi. Ularga ham Xudo yo'qlasin. Nimaiki yaxshi niyat qilsa niyatiga yetkazsin. Bollarimizni dini qurbini olsin. Mashaqqatli ishlariga o'qituvchilarga ham
kuch-quvvat, sog'lik bersin. Doimo kimki nima yaxshi niyat qilsa, niyatlariga yetkazsin. Yana shu kunlarga ham chaqiraversin demadingmi? Choydan. Har chorada degan. Rahmat, shunchalik. Maktabda eshik ochdi, kelaverasiz. O'zimiz ishlagan. Bayram